O'tgan galgi qismda Todoning ustozligi sababli Yuji ancha-muncha narsani tushunib ola qoldi va endi buni asosda qo'llash kerak. Oddiy panda hozir gorillaga aylandi. Garinda. Hali hech qanday o'yin tugamasdan sirasi hamma qog'ozlar yonib ketdi. Gojo unga tegishi bilan bu sirasi kuydirdi va qolganlarda bo'lsa hech qanaqa ta'sir qilmadi. Ularni hatto ichkariga bemalol kirg'iza oldi. Bu paytda bo'lsa boshqa joyda 3 ta o'quvchiga qarshi maxsus daraja turgan edi. Gojo bu joyga kirolmaydi. Shu sababli bu joyga o'quvchilar ayblash kerak. Ozgina vaqt oldin dushman bo'lganlar hozir do'st bo'lib ketishdi. Sababi bu joyda qanaqadir kuchsizlanatmas maxsus daraja turgan edi. Ularning eng oxirgi chorasi hozirda Todo bo'lib turgan bo'lishi mumkin. Sababi ular hozir bunchalik darajada kuchli emas. Ularning soniyadan soniyaga ahvoli juda ham yomonlashib ketdi va birdan ularning yoniga yana qo'shimcha kuch kelib qoldi. Endi faqat Fushiguro va Maki jangda bo'ladigan bo'lishdi. Qolganlar bo'lsa bir chetda to'nqayib olib yotishibdi. Fushiguro va Maki birga ishlab unga yaxshi qattiq zarba berishga harakat qilishdi. Lekin hali xursand bo'lishga ulgurmasimizdan sirasi Megumiga zarar yetdi, hatto Makiga. Lekin xavotirimizga o'rin yo'q, sababi bizda yana ikkita juda ham kuchli odamlar bor. Todo Yujini yaxshiroq qilish uchun avval faqatgina uni o'zini jangga qo'ydi. Va qachonki u qora chaqmoq texnikasini ko'rsatishi bilan shunda u yordam berar ekan. Yuji hozirgacha baribir qora chaqmoqni o'rgana olmadi. Shuning uchun endi Todo ham yordam beradi. Endi bizda yana bitta qo'shimcha texnika ham paydo bo'ldi. Bu bilan endi ular xohlagan paytda chape chalishi bilan bir-biri bilan almashishi mumkin yoki dushmani bilan almashadi. Animelarni yomon dublajlarda ko'rishdan charchab ketgan bo'lsangiz, unda siz uchun juda ham zo'r yangilik bor. Har bir yangi chiqayotgan yoki eski legenda animelarni Anipla.uzdan tomosha qiling. Sababi Anipla.da juda ham tez va yangi animelar chiqishda davom etyapti. Yujining kuchayganini ko'rib Todo yig'lab bordi. Uzoq bo'lib o'tgan jangdan keyin Hanamining kuchi yetmasdan yerdan quvvat olishga harakat qildi. Va endi hududini kengaytiraman deb turgan paytida birdan parda ochilib Satoru Gojo qaytdi. Gojo oldin kalla bir yo'lik qildi. Keyin bo'lsa Hanami uzoqdaligini bilgan holda o'zini ikkita texnikasi qizil va ko'kka birlashtirib, undan katta energiya hosil qildi. Ya'ni siyoh rang va u to'ppa-to'g'ri Hanamiga qaratib otdi. Endi like bosinglar. Hammasi hal qilindi.
Like bosmagan 3 ta harf lekin aytib qo'y. Hanami yo o'ldi, yo tirik qoldi, lekin baribir bu yerda hali juda ko'p qo'rqinchli ishlar turibdi. Ha do'stlar, Hanami tirik qopti, lekin Apple logotipi bo'lib qopti. Balki o'lib qolgandir. Mahito Sukunani 6 ta barmog'ini topibdi. Va buni ustiga bir to'da la'natlangan narsalar. Kollej ibodatxonalarida mingtadan oshiq eshiklar bor ekan va ularni bittasi juda ham xavfli ekan. Bu eshik ichida juda ham ko'p la'natlangan narsalar mavjud. Bu eshikka qattaligini bo'lsa faqatgina Tengen biladi. Shuning uchun hech kim o'tga bora olmas ekan. Tengen kim deb savol beradigan bo'lsangiz, menga ham qiziq bu savol. O'zi kim Tengen? Tengen sehrgar, ammo qolganlarga o'xshab jang qilib yurmaydi. U shunchaki baryeri ushaveradi, xolos. Geto va uning g'araz niyatli sheriklari juda yomon reja tuzishyapti. Kerakli undan ko'ra ularga xalaqit bermaymiz. Iltimos qilardim davomini ko'rishdan oldin shundoqqina pastga tushib bitta dona like bosib yuboringlar. Bu men uchun anchagina katta foyda, mas motivatsiya bo'ladi. Hozirda katta jodugarlar ham bu haqida ancha o'ylashdi va fikrlashdi. Oldinlari hali bunchalik mukammal dushmanlar bo'lmagan edi. U dushmanlar hozir ancha aqlli va yetarlicha kuchli bo'lib chiqyapti. Lekin bizga xursand bo'ladigan yagona narsa bu o'quvchilarning sog'ligi. Nobarani ichi bo'yicha Megumi ko'p siqilmasligi kerak ekan, bo'lmasa kal bo'lib qolar ekan. Balki bu haqida o'ylamagan yaxshidir. Do'stlar suhbatiga Todo qo'shildi. Qayerga ketyapsan? Yaqinda 3 ta odam bir xil tarzda, lekin har xil sanada o'ldi. Va aynan bu bo'yicha missiya Yujina komandasiga berildi. Hozir ular maktabga ketishyapti, ya'ni bu qurbonlarni biladigan insonlardan so'rab surishtirishadi. Ular maktabga kelishdi va Nobara bezorlarni ko'rib, "Kelinglar ularni urib so'roq qilib ko'ramiz" deb aytdi. Ko'rishganimizdan xursandmiz. Anchadan beri ko'rishmadik. Fushigiro. Qisqaroq tushuntiradigan bo'lsam, Fushigiro oldin bu maktabda o'qigan ekan va bu maktab pahani bo'lgan ekan. Bugundan Fushigiroga ozgina hurmatimiz oshdi, qoyil qolish kerak. Bu joyga maktab xodimi keldi va ko'rishimiz mumkinki, u Fushigironi tanidi. U biratdan ular bilganligicha ma'lumotlarni olishdi. Mahito hali ham la'natlarni odamlar bilan birlashtirib yoki odamlarni la'natlarga aylantirib tajribalarni yig'ib o'tgan edi. Bugun Yujina komandasi Koinakuchi darasiga kechasi bordi. Ular u joyda la'natlar paydo bo'lishini kutishdi, lekin la'nat tugul uni izi ham hatto ko'ringani yo'q. Endi nima qilish kerakligini hech kim topolmagan edi. Agar ular ketgandan keyin la'nat kelib qolsa nima bo'lardi? Va aynan shu vaqtda bu joyga Fushigironi sindosh kelib qoldi. Uni ichi bo'yicha uni oilasining do'konining eshigi o'zidan o'zi ochilib qolgan ekan. Eng qo'rqinchli taraf bo'lsa, bu eshiklar bir haftadan beri har kuni o'zidan o'zi ochilib qolaverardi. Va bu qiz o'sha paytda Yasuhachi ko'prigiga borgan ekan. U bilan yana 2 ta sherigi bo'lgan va ulardan bittasi bo'lsa Tsumiki. Tsumiki? Fushigironi opasi? Menimcha tushunarli bo'ldi. Ular endi tarqalishdi, lekin Fushigiro hozir yomon ahvolga tushib qoldi. Bizda ahvol yomonlashib ketdi, sababi yana bu joyga keladigan sehrgarlar yo'q. Hamma o'zi bilan o'zi ovora. Boshda Megumi bu ishi hammasini faqatgina o'zi qilmoqchi edi, lekin uni qiyomatli do'stlari bu uchun ham keldi. Ular ichkariga kirishi bilan mana endi haqiqiy la'natlar o'z yuzini ko'rsatishi boshladi. Lekin oson bo'lmasligi aniq, sababi bu joyda maxsus darajalar ham bor.
ignorant. Knock a bitch and act like a psychopath. On the team, some people don't believe that I can get ignorant. Knock a bitch and act like a psychopath. On the team, some people don't believe that I can get ignorant. Knock a bitch and act like a psychopath. On the team, some people don't believe that I can get ignorant. Knock a bitch and act like a psychopath. On the team, some people don't believe that I can get ignorant. Knock a bitch and act like a psychopath. They lunatic. Some people don't believe that I can get ignorant. Knock a bitch and act like a psychopath. They lunatic. Bu zarbadan keyin Megumini texnikasi bekor bo'lib ketdi, lekin Megumini ahvoli hozir juda ham yomon bo'lgani uchun u hali o'zini tugallanmagan hududini kengaytirib yubordi. Hududni kengaytirish. Kemera soyalar bog'i. To'g'ri, Megumini bu narsa bo'yicha umuman tajribasi yo'q, lekin qo'lidan kelgancha bor kuchi bilan uni o'ldirishga harakat qildi. Shu bilan u maxsus darajani yolg'iz o'zi yenga oldi. Lekin endi menimcha hozir urush olmasa ham kerak. Lekin xavotir olmasa ham bo'ladi, sababi bizda hali boshqa odamlar ham bor. Hozir bu joyda bitta tasqara qonlarni ularga sachratdi, ikkinchisi bo'lsa bu qonlarni zahar bilan qopladi. Bu narsa sekingina odamni chirita boshlaydigan. Taxminan aytadigan bo'lsa, Yuji hozir 15 minut chidab berishi mumkin, lekin Nobara bo'lsa 10 minut. Lekin ular menimcha Nobaraga ancha kam baho berishdi. Nobara vudu texnikasini ishga soldi. Ya'ni endi hozir Nobara qanaqa og'riqni his qiladigan bo'lsa, u ikkalasi ham xuddi shunday og'riqni his qiladi. Hozir aka-uka tasqaralar nima qilishini bilolmay bosh qotib qoldi. Nobara bu yoqdan ularni azoblab turdi. Yuji bo'lsa jang qilishga kirishib ketdi. Bu og'riqlardan qutulishi yagona yo'li bu zaharni bekor qilish, lekin bular undan ham kuchli bo'lib ketishi mumkin-da. Baribir u texnikani bekor qilishga majbur bo'lib qoldi. Ulardan bittasi hozir o'lib bo'ldi, lekin ikkinchisi endi qochib qutulaman deb ketayotgan edi. Lekin uni qo'li boyagi joyda qolib ketgan edi va Nobara shundan foydalanib, uni shundoqqina katta zarar berib qo'ydi. Yuji bo'lsa paytdan foydalanib, uni shundoqqina o'ldirib yubora qoldi. To'g'ri, hozir ular g'alaba qozonishdi, lekin Yuji bundan ancha xafa edi, chunki u kimnidir o'ldirdi. Lekin o'ylab qarasa, bunchalik mehribon bo'lishim balki yaxshi emasdir. Ular Fushigironing yoniga qaytib kelishgan edi. Fushigiro bo'lsa bitta barmoq bilan yerda yotgan edi. Aslida Yuji hozir barmoqni yevormasligi kerak, lekin birdan Sukunani o'zini barmog'ini yevora qoldi. Ya'ni bundan ma'lumki, Sukuna tezroq o'zini kuchini qaytarib olmoqchi. Shu bilan ularni tabriklaymiz. Birinchi kurs talabalari 3 ta maxsus darajani o'zaro yengishdi. Nima ham derdik, axir bu Satoru Gojo'ni o'quvchilari bo'lsa. Hali bizani jodugarlar jangi olamida juda ham ko'p sarguzashtlar kutib turibdi.
Mana shu bilan bu video o'z nihoyasiga yetdi. Jodugarlar jangini birinchi sezoni ham o'z nihoyasiga yetdi. Xullas, video yoqqan bo'lsa, har doimgidek videoga like bosib qo'ying. Agar bosgan bo'lsangiz, men xursandman. Kommentariyaga ham yozib qo'yishingizdan chiqmasin. Kommentariya qanchalik ko'p bo'lsa, bu ham men uchun ancha ko'p poddershka bo'ladi. Va o'z fikringizni yozib qoldiringlar. O'zi video yoqdimi, qaysi taraflari yoqdi, qaysi taraflari sizlarga yoqmadi, nimani yaxshilashim kerak, nima foydali tomoni bo'ldi sizlarga, nima zararli tomoni bo'ldi, shuni ham yozib ketinglar. Albatta sizlar bilan birga Mitsushi bo'ldi.